Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kech. Sizlar bilan internetdan pul ishlash kanali. Do'stlar, hozirgina va'da qilganimdek 3 kun oralig'ida yangi kurs tashladim. Bu kurs Wildberries haqida, ya'ni sotuvlarni generatsiya qiladigan, ya'ni bir yo'lga qo'yib oladigan bir qanaqadir kurs. Ichini ochib ko'rishga vaqtim bo'lmadi, shunchaki yukladim, tekstlarni ko'rdim, yaxshi kursga o'xshadi. Shuning uchun sizlarga ulashmoqchiman do'stlar. Rossiyada yurganlar yoki bo'lmasa o'zimizda ham mana Wildberrieslar juda ham rivojlanyapti. Yoki bo'lmasa mana shu kursdan o'rgangan narsalaringlarni Uzum yoki Ozon o'zimizdagi boshqa bir platformalarda, masalan Uzumda ham sinab ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu generatsiya qilish, ya'ni продажаlarni, sotuvlarni ko'paytirish haqida ruscha kurs sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Kursda tashlab qo'ydim. Yonida paroli ham bor. Parol ham tashlab qo'yganman. Zip arxivda 3,5 gigabayt. Bemalol ochib, o'rganib foydalaninglar do'stlar.